Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Ukraina Rossiya neftni qayta ishlash zavodlari va Qora dengizdagi kemalarga zarba berdi. Zelenskiy: bugun bizning uzoq masofali zarbalarimiz yana o'z ta'sirini ko'rsatdi. Rossiyaning urush va ukrainaliklarni o'ldirishni moliyalashtirishga foydalanayotgan neft daromadlarini cheklamoqda. Ukraina mudofaa kuchlari front chizig'idan 1300 kilometrdan ortiq masofadagi tajovuzkor obyektlarga zarba berdi. Boshqirdistondagi Bashneft Novoil neftni qayta ishlash zavodi, Yaroslav viloyatida esa chegaramizdan qariyb 700 kilometr uzoqlikda joylashgan Slav neft Yanos neftni qayta ishlash zavodi nishonga olindi. Shuningdek, Qora dengiz akvatoriyasida Rossiya tajovuzga javoban amalga oshirilgan harakatlarimiz ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Xususan, 2 harbiy patrul kemasi va Soya flot kemalariga zarba berildi, deb yozdi Ukraina rahbari Telegram kanalida. Donald Trump qurol-yarog' zaxirasi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilganlarga qamoq jazosini va'da qildi. AQSh o'q-dorilarning, ayniqsa ma'lum turlarining ulkan zaxirasiga ega. Zarurat tug'ilganda juda ko'p miqdorda qurol ishlab chiqariladi va AQShga yetkazib beriladi. Mudofaa kompaniyalari mamlakatimiz tarixidagi eng ko'p zavod va fabrikalarni qurmoqda, deb ta'kidladi u. Trumpning bayonoti AQSh Eronga qarshi urushda raketa yetishmovchiligiga duch kelayotgani haqidagi xabarlar fonida yangradi. Donald Trump Kanadani jirkanch deb atadi. Kanada jirkanch mamlakat. U yerdagi odamlar ham yoqimsiz. Men Kanada xalqini yaxshi ko'raman, ammo ularning rahbariyati yoqimsiz, dedi Donald Trump. Netanyahu sionizm g'alaba qozonganini bildirdi. Dunyo bo'ylab ko'plab yetakchilarga men, bosh vazir, biz sizni qadrlaymiz, hatto sizga havas qilamiz va siz bizga keraksiz deyshadi. Husiylar Saudiya Arabistonining neft tankeriga zarba berilganini bildirdi. Husiylar Ansar Alloh Adan qo'ltig'idagi Saudiya Arabistoniga tegishli Daisi neft tankeriga ballistik raketa orqali zarba berganini ma'lum qildi. Ular Suriya kabi Eronni 48 soat ichida egallab olishni rejalashtirishgan, dedi Eron rahbari Mas'ud Pezeshkiyan. Ularning rejasi jamiyatimizda beqarorlik keltirib chiqarish edi, ammo bu amalga oshmadi. Qat'iyat va kuchli harakatlar tufayli vaziyatni samarali nazoratga oldik. Barcha qiyinchilik va chaqiriqlarga qaramay, bugun Eron haqida qudratli, qadr-qimmati va hurmati yuksak davlat sifatida gapirilmoqda. Sanksiyalar yanada kuchaytirildi. Banklarimizga qarshi cheklovlar joriy etildi. Bizga qarshi urush boshlandi va mamlakatimiz qamalga olindi. Biz xalqimizga va'da beramiz. Tirik ekanmiz va nafas olayotgan ekanmiz, bor kuchimiz bilan unga xizmat qilamiz, dedi Eron rahbari. AQSh va Xitoy Markaziy Osiyoning muhim minerallari uchun kurashni kuchaytirmoqda. Ommaviy axborot vositalari. Ukraina o'z ballistik qurolini yaratishga qodir. Vladimir Zelenskiy: u Ukraina 2026-2027 yillarga borib, bu borada kerakli natijalarga erishishiga umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Baku Ukrainaga tabiiy gaz yetkazib berishga tayyor. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jayxun Bayramov. Uning ta'kidlashicha, Ozarbayjon davlat neft kompaniyasi Sokar Ukraina bozorida avvaldan mavjud va mamlakatda faol ish olib borishni davom ettirmoqda hamda hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli rejalarga ega. Vazirning so'zlariga ko'ra, hamkorlikning yana bir istiqbolli yo'nalishi Ukrainaning yer osti gaz saqlash omborlaridan foydalanish bo'lishi mumkin.
Shvetsiya sudi mart oyida ushlangan Rossiyaning Soya flotiga tegishli Kappa yuk kemasini Ukrainaga topshirish haqida qaror chiqardi. Bu haqida agentlik prokuror Hakan Larsonga tayanib xabar bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Shvetsiya sudi kemaning hibsga olinishi va hokimiyat organlarining boshqa harakatlari qonuniy bo'lganini hamda quruq yuk tashuvchi kema Ukrainaga topshirilishi mumkinligini tasdiqlagan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga ushbu kema Rossiyaning Soya flot tarkibiga kirishini ma'lum qildi. Ushbu tarixiy qaror muhim namuna yaratadi. U huquqni muhofaza qiluvchi organlar va prokuraturaning qat'iy harakatlari mustaqil hamda holi sud tizimi bilan uyg'unlashganda javobgarlik tamoyilini muayyan natijalarga aylantirish mumkinligini ko'rsatadi, deya ta'kidladi u. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina Rossiya tomonidan egallangan Ukraina hududlaridan mol-mulkni o'zlashtirish va olib chiqib ketish bilan bog'liq harbiy jinoyatlarni tergov qilish doirasida kemani o'ziga topshirishni talab qilgan edi. AQShda Kiyev bilan razvedka ma'lumotlarini almashish surati avvalgi darajaga qaytdi. Politico nashr ma'lumotlariga ko'ra, bir necha amerikalik senatorlar bunga ishonch bildirmoqda. Oq uy vakili gazetaning ushbu baholashlariga izoh berish so'roviga javoban Trump nizoni hal qilishni xohlashini ma'lum qildi. AQSh Venesuela resurslarini hisobga olgan holda dunyodagi neft va gaz zaxirasining 60% nazorat qiladi, dedi Trump. Bizda benzin ham, neft va gaz ham dunyodagi har qanday mamlakatnikidan ko'proq. Endi bunga Venesuelani ham qo'shing. Uni qo'shsangiz, Venesuela bilan birgalikda dunyodagi neft va gazning 60% bizda ekani ma'lum bo'ladi, dedi AQSh rahbari. Eron bizni hurmat qiladi. Ular bizni hurmat qilishadi, dedi Trump. Biz muzokara olib boryapmiz. Ko'raylikchi, nima bo'lar ekan, dedi AQSh rahbari. G'alaba har doim g'olib bo'lgan tomonga nasib etadi. Shunday emasmi? dedi AQSh rahbari Trump Venesueladagi vaziyatga izoh berib. Yaroslavlda Ukraina dronlari hujumidan so'ng neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqdi. Astra nashri. Ukrainaning Supernova va Ehlinova monitoring Telegram kanallari xabariga ko'ra, yong'in Slavneft neftni qayta ishlash zavodida yuz bergan. Tunda viloyat gubernatori dronlar tomonidan xavf mavjudligi haqida yozgan va hujum fonida shahardan Moskva yo'nalishi bo'yicha barcha transport harakatlarini yopib qo'ygan. U hujumning oqibatlari haqida ma'lumot bermagan. Rossiya iyul oyi boshidan beri Ukrainaning 400 ming kvadrat metrdan ortiq ombor va logistika majmualarini yo'q qildi. Zarar ko'rganlar orasida Fozi Group, Novus, Rozetka, Epicenter, Nova Pochta, Puma, Lukimoly va Toyota Ukraina kabi kompaniyalari bor. Kiyev viloyati to'liq miqyosli bosqin boshlangandan beri 1 million kvadrat metrdan ortiq ombor maydonidan mahrum bo'lgan. Bu urushdagi oldingi zaxiraning taxminan yarmini tashkil etadi. AQSh uzoq masofaga mo'ljallangan aniq zarba beruvchi raketalarning deyarli barchasini ishlatib bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, AQSh qurolli kuchlari Eron bilan bo'lgan harbiy amaliyotlar hamda uzoq davom etgan to'qnashuvlar davomida o'zining Atakams va yangi avlod asosiy yer-yer sinfidagi taktik ballistik raketalar zaxirasini amalda to'liq sarflab bo'lgan. Rossiyaning sobiq rahbari Dmitriy Medvedev Yaponiyani AQShning malayi deb atadi. Yaqinda Hirosima va Nagasaki atom bombardimonlarini xotirlar ekan, Yaponiya bosh vaziri yoki biror yapon rasmiysi buni kim qilganini eslashga ham harakat qilmagani qanchalar uyatli holat. Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlarining vassali va qachondir u hojasiz qolgan samurayga aylanadi, dedi Rossiyaning sobiq rahbari Dmitriy Medvedev.